Zamzam quduqiga siegan saraliq yoki ijtimoiy uchur vositalardagi siygaklar. Abdori Muhammad Yusuf. Allama ibn Javzi haj vaqtida haramda yuz bergan mundaq bir qissani bayon qilgan. Hacılar Kəbəni tavab qılıbatqan əsnada saraliq ərəblərdən biri Zamzam quduqiga uzun jilbabını götürüb turub siydi. Hacılar dəsləbdə bu ədəbsizlikə heyran qalıdı. Andın yügürüşüb kelişib saraliqni uruşqa başlaydı. Bu əsnada hərəmnin saqçıları saraliqni hacılarning qoludan qutquzub qoydu və qazının aldığı elib bardı. Qazı saraliq ərəbə kayıb, "Sen nima uchun bu qabiy ishni qilding?" deb so'raydi. Saraliq ərəb, "Mening boshqa g'arzim yo'q edi. Bu ishni faqat birla sabab bilan qildim" deydi. Qozi, "Qaysi sababkan u?" deb so'raydi. Saraliq ərəb, "Xalq meni tunisin va Zamzam quduqiga siegan saraliq degan nomim qolsin deb shundoq qildim" deydi. Bu saraliq ərəb məşhur buluş və tarixdə ismini qaldırış üçün aşındaq ədəbsiz qılmışını tanlagan bulub, əməliyyatda o tarixqa ismini yaza alğan. Yazılğandımı onun ismi ahmaqlıqның, nadallıqның və pəskəşlikның simvolu bulub yazılğan. Şundaq bolsımı o saraliq muradiga yetgan boldi. Zamanımızda ijtimoiy uchur vositalarida qamlashmasimi jo'ylab qo'yish, to'g'ri gaplarga putaq chiqarish, hech qandaq mantiqisi bo'lmagan gaplarni qilish orqali o'zining nomini chiqarishga urinayotgan ahmoqlar oz emas. Ziyolilarning, ulamolarning va har qandaq bir ilm ahlining so'zlaridan ayib izlash, ularga birər çendak atalasa özünü bəxtlik his qıladigan, namim chiqdi deb xo'sh bo'ladigan bu siygaklar ijtimoiy uchur vositalarini paskini qilibatdi. Bu vositalarning sap havosini bulg'ibatdi. Ba'zi insonlar asal harisidek gul chechaklarning ustiga qo'nmay, paskini chivindak sesiq narsalarning ustiga qo'nadi. Shuning bilan ular har bir shaxsning xushpuroq va go'zal taraflarini yo'gab, uning yetarsiz taraflarini izlash bilan avora bo'lib ketadi. Alloh taolo mundaq deb ko'rsatgan: "O'zing bilmaydigan narsaga agashma, chunki quloq, ko'z, dil qatorliqlarning hammasi so'roqqa tortiladi." İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini bayon qilgan: "Kimiki Allohga va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi gap qilsin yoki sukut qilsin. Inson o'ylamayla, Alloh yomon ko'radigan biror so'zni aytib qo'ydi, shuning bilan u do'zax ahlidan bo'lib ketadi." Shuni unutmaslik kerakki, biz birovga yomonlik qilib qo'yib, 100 ming qatim haj qilsaqmi, bu yomonlikning gunohini yuyolmaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining amr farmonlariga xiloflik qilguvchilarning gunohlarini tövbe bilan va tövbesizmi kechirib etadi. Ammo bandalarning haqqiga munosabatli qilmishlarning gunohini bandalar afu qilmag'icha Alloh taolo afu qilmaydi. Bu adolatning taqozzosidir. Bandalarning haq-huquqiga qarta sodir qilingan qilmishlarning gunohini ko'p ibodat qilish bilan yoki tövbe istig'forni ko'p aytish bilan yuyib etkili bo'lmaydi.